O'rta Osiyo davlatlarida yashayotgan Uyg'urlar doiralarning ijtimoiy taratqularga tarqatgan tekshirishlari sababli besimga duch kelmoqda. Yaqin uchurlarga qaraganda bu rayondagi Uyg'urlar WhatsApp guruhlariga qatnashish va mazmun yo'llash sababli doiralarning gumonlanishi va tekshirishiga duch kelgan. Bu ahvol Uyg'urlar fikr bayon qilish erkinligini cheklashni maqsad qilgan besim va zulm muhiti paydo qilgan. Uyg'urlar o'zlarining fikr erkinligi huquqini qo'g'dash uchun kurash qilayotganda, qarindosh davlatlarning besimiga uchrash emas, balki xalqaro jamiyatning qo'llashini umid qiladi. Yegilishicha, rayon doiralari bu masala to'g'risida texnik rasmiy bayonot e'lon qilmagan. Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash bu haqda bayonot e'lon qilib, O'rta Osiyodagi besim Xitoyning roli va demokratiya masalasi haqida to'xtaldi. U mundaq dedi: O'rta Osiyodagi besimning kuchayishi bo'lib Xitoyning ta'siri kishini cho'chitadigan vaziyatni ko'rsatib berdi. Uyg'urlar va boshqa turkiy millatlar Xitoyning rayondagi siyosatining ta'sirida izlayotdi. Bu ahvol O'rta Osiyodagi hokimiyatlarning mohiyati to'g'risidagi munozarani texmi kuchaytirdi. Mustabidlikmi yoki demokratiya yo'lda ketyapti degan savolni paydo qiladi. Biz Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazi bo'lish sifatimiz bilan rayondagi kishilik huquq va fikr erkinligini qo'g'dash uchun xalqaro jamiyatning texmi ko'p qo'llashiga muhtoj deb qaraymiz. Biz yana Xitoyning bu rayondagi ta'sirini texmi inchik tekshirish kerak deb qaraymiz. Shunga biz davomli zulm va adolatsizlikka qarshi turish uchun qonuniy va tinch vositalarni qo'llanib, Xitoyning rolini oydinlashtirishga tirishamiz. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining yangi doklatiga qaraganda, Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonda Xitoylardan sirt Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar ichida har 26 kishidan biri turmada ekan. Bu guruhning payshanba kuni e'lon qilgan va Xitoydan oshkorlangan sonliq ma'lumotlar asosida ilib berilgan analizda ko'rsatilishicha, bu rayondagi quramiga yetgan har 17 Uyg'urdan biri Qur'on o'qish qatorliq demokratik davlatlarda qo'g'diladigan harakatlar uchun turmaga tashlangan. Dokladga qaraganda Sharq Turkistondagi Xitoylardan boshqa millatlar, ya'ni Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar Xitoy umumiy nufusining aram 1% ni tashkil qiladi ekan. Lekin Uyg'ur va turkiy millatlardan bo'lgan mahbuslar soni Xitoydagi umumiy mahbus sonining 34% ni egallaydi ekan. Amerika Davlat Mudofaa ministri Austin Ukraina Davlat Mudofaa aloqa guruhi yig'inidan keyin 5 burchaklik binoda Amerika bosh shtab boshlig'i Charles Q. Brown bilan axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Austin uzun muddat ichida Ukrainaga 6 milliard dollar qimmatidagi yangi qo'shimcha harbiy yordam mablag'ining ta'minlanganligini, buning ichida vatanparvar va mosamos havo mudofaa sistemasining halqiliq to'sish mashinasini o'z ichiga oladiganligini e'lon qildi. Partiyasida Meral Akşenerning istifa berganligini oshkorlagandan keyin tunugun o'tkazilgan favqulodda qurultayda Musavat Davrish o'g'li partiyaning yangi raisligiga saylandi. 3 aylanma saylamning oxirgi aylanmasida Darvish o'g'li 611 biletga erishgan. Egilishicha Darvish o'g'limi Maral xonimga o'xshash Millatchi harakat partiyasidan istifa berib, partiyani qurgan kishilardan ekan. Amerikaning har qaysi joylaridagi o'xshamagan shtab va universitetlarda maktab rahbarligi va soqchilarning to'sqinligiga qaramasdan o'quvchilar tashkillangan Falastinni qo'llash namoyishi davomlashmoqda. Xitoyning janubidagi Guangzhou shahrida yuz bergan quyun sababidan 5 odam o'lgan, 33 odam yaralangan. Yegilishicha Guangzhouning Baiyun rayonida 141 zavod buzg'unchilikka uchirgan bo'lib, nurg'unlagan o't o'chirish xodimlari va izlash qutqizish otryadlari rayonga avatilgan.